Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, qanaqasizlar jonlarim? Hammanglarni kirib kelayotgan ro'za ayyominglar bilan tabriklayman. Ilohim yaxshi kunlarda o'ynab kulib yuringlar jonkalarim. Sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Kimni bilib bilmay yomon gapirib qo'ygan bo'lsam, dilini og'ritib qo'ygan bo'lsam, uzr so'rayman ro'za oldi. Mendan o'tgan bo'lsa uzr kechirim so'rayman hammanglardan. Yomon gapirib qo'ygan bo'lsam, qarg'ab qo'ygan bo'lsam deyman-da. Ro'zalarni Xudo xolasa bir oy ro'zalarni eson-omon chiroyli qilib tutib, duolarimiz ijobat bo'lsin. Hammanglar yaxshi niyatinglarga yetinglar. Kasallarning dardiga Alloh shifo bersin. Yurtimiz tinch bo'lsin ilohim. Nima yaxshi niyat qilgan bo'lsak, hammamiz niyatlarimizga yetib yuringlar Xudo xolasa. Uy yo'li uy olsin. Bolasi yo'liga Allohim farzand bersin. Yaxshi kunlarda ro'za kunlarida kim nima yaxshi niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetsin. Xo'p jonlarim, men sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Umringlar uzoq bo'lib, tan joninglar sog' bo'lsin. O'zinglarni avaylab asrashga majbursizlar. Xo'p jonlarim, chunki qisqa dunyoda faqat bir marta kelamiz biz. Hammanglarning umringlar uzoq bo'lsin, tan joninglar sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarda o'ynab kulib yuring. Bilib bilmay qilgan gunohlarimizni Xudoning o'zi kechirsin. Xo'p jonim. Sevaman bo'lam. Sizlar ro'zalar yaxshi o'tkazib olinglar, xo'p jonlarim. Mendan o'tgan bo'lsa uzr so'rayman, xafa bo'lmanglar, xo'p. Sizlar hammanglarni yaxshi ko'raman.